Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, aziz yurtdoshlar, qadrli obunachilarim, barchalaringga alangalik salom do'stlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Qishloq joylarimizda mana video qilib boryapmiz azizlar. Manzaraga e'tibor berib qo'yasizlar. Daraxtlar sal qimillab qoldi. Soat hozir mana peshin vaqti 1:30 bo'ldi. Havo dahshat issiq. Bir 42 gradus atrofida bo'lsa kerak havo. O'ta issiq, asfaltdan alanga chiqyapti. Peshkom ketib video qilib boryapman. Paxtazorlarni ko'ryapsizlar azizlar. Tomonda mana bu yerlarga moshlar ekilgan. Allohim aka Eshondada fermer xo'jaligiga qarashli bo'lgan oldin. Hozir aynan fermer kim bilmayman to'g'risi. Bu tomonga mana mosh ekilib, molasi tortilyapti ustidan, gredel deymizmi? Bu yerga makka ekilgan ekan, po-mo'yim o'xshamagan shekilli. Har tomon tarvuzmi, qovunmi? Lekin lo'yalar ko'rinyapti. Biz hozir Namangan viloyati Mingbuloq tumani Gigant qishlog'iga, ya'ni Mehnatobod mahallasiga qarab kirib kelyapmiz. Ko'rib turganlaringlardek mana mana azizlar, yashash joyidan chiqib qo'yishda mana musorxona tashlagan mana. İnsanlar qanchalik mana befarosatligini shuyda bilsangiz bo'ladi. Hamma musorni shu yerga tashlagan. Musorxona bo'lib yotibdi, ko'rib turganlaringlar azizlar. Qanchalik bu ekologiya uchun zararli hammamiz bilamiz axir.